Şüyjing taqsir nima uchun Liu Beiga o'z o'ttirib chiqib yordam qilmaydi? Bu yerda Şüyjing taqsirning asl ismi Sima Hui. Undaqda buning Sima Yi bilan nima munosabati bor? Bumi Sima jamoatidimi? Qissa qildi bayon. Mazmunning davomi qiziqadigan do'stlar, aqsiz yurakni birib, go'nju qilib davomli qolinglar. Ushbachalik haqida qissaga mundo qarsak, bu asardagi eng donishmand, eng jiroqni ko'rar kishi dal Şüyjing taqsir. Qarsak bu yerda yotgan ejro, Chüyju Sumruq, Şüyşu qatorliqlarning hammasi mushuning shogirdi. Bu şagirdlerini Liu Beiga tüjen qilgan. Avadi Şüyjing taqsir bo'lmasa Liu Beining keng shonliq hayotim bo'lmaydi. Ushbachalik haqida qissaning oxirgi ushbachalikmi bundaq bo'lmasdi. Bunda qarsak ushbachalik Şüyjing taqsir o'ynagan bir judak turdi. Undaqda bu yer Şüyjing taqsir nima uchun o'zi chiqibla bu Liu Beiga yordam qilmaydi? Bu eng donishmand bo'lgan o'zil chiqsa, birli qo'l shiltsa, butkul shogirdlarim mushak to'plansa, Liu Bei g'alaba qilib ketsa, elni birlik keltirib kesi bulmamdı. Men aldınqı sanda Şüyjing taqsirning Zhuguliang puasbanini to'g'ri topdi. Lekin paytini topammi deydigan mazmun so'zlagan vaqtda Liu Beining bir qancha turlik ojizligini, Şüyjing taqsirining nima uchun shundaq deganligini o'ttirib qo'ygan. Anglamagan do'stlar oldingi mazmunni ko'rib baqsanglar bo'ladi. Mushu sabablarning hammasini Şüyjing taqsir albatta o'zim o'ylagan. Onun bu adamның yeşi bir yak berib qaldı. Liu Beiga agishib, yana bir 10-20 yil bunun uchun xizmat qilib, buni taraqqiy qildigidek ömrü asosan yo'q. Ham bu vaqtning o'zida bu Şüyjing taqsirim dedi-ku, jonda avliyo yo'q, lekin avliyo xos bir turmush kechirdiganlar bor. Ham bu Şüyjing taqsirining asl ismi Sima Hui ekan. Undaqda bunun Sima Yi bilan nima munosabati bor? Bu ikki Sima jamoatidanki. Bu Sima jamoatimi intayin cho'ng, parlaq, obro'li bir jamoat. Biroq asarga qarsak, bu yerda Sima Hui bilan Sima Yining uchrashib baqqan, ya bir yakib baqqan bundaq bir ko'rinish dialoglari qat'iy yo'q. Endi bu ikkisining nima munosabati bor deganda, bu yerda Sima Hui Sima Yining jiroqroq bir tog'isi deb tushunsak bo'ldi. Ya'ni Liu Bei men Xoqon tog'isi deb turibdi-ku. Xoqonning ilk shajarasini o'qisang, bilmining bilmisi bo'lib, uning kayindan bu yerda Liu Bei xonning tog'isi bo'lib qoldi. Naq bu yerda Şüyjing taqsirmi shu Sima jamoatining jamoat shajarasi qarsak, Sima Yininki bir nimasi bo'lib, shuning bilan buning tog'isi degan o'ringa chiqdi deb manda tushensanglar bo'ladi. Endi bu yerdagi Sima Hui ham Chüyju Sumruq Pangtongning dadisi Pangtong bilan intayin yaqin do'stlardan ekan. Shuning uchun bu yerdagi Pangtongnimi bu Şüyjing taqsir yaxshi tarbiyalagan. Qarsak bu yerda Şüyjing taqsir o'ttirib chiqqandan keyin butkul ushbachalikning vaziyati o'zgarib ketdi. Asildagi qahramonlar, botir sarkarlar o'tirib bo'layotgan makurash endi mo'shiman, donishmanlar, oqillar, mushavirlar o'tirsidagi bir vaziyat o'zgardi. Bu Liu Bei bilan ko'rishgan zaman tunji bo'lib yotgan Aydra bilan Chüyju Sumruqni o'tirib chiqirdi. O'zining shogirdini Guangousin deb turibdi bu yerda Liu Beiga. Uning kayindan bu yerda Şüyşu albatta bu mubadi bu bağa vaqtning o'zida Şüyşu qanchalik donishmand, yaxshi mushavir ekanligini hammamiz ko'rdik. Garchi buni xizmat qilgan vaqti qisqa bo'lib qolgan bo'lsin. Ma'noni tushunib qarsak, bu yerda Liu Beining qilgan ishi emas, amaliyotda bu Şüyjing taqsirining Liu Beidan foydalanib, o'zining maqsadga bir qadamdan Liu Beini yaqinlashtirayotganidek. Shuning uchun Liu Beiga bu yerda Şüyşu deymiz, Zhuguliang deymiz, Pangtong va bundan keyingi vaziyat to'g'riliq hammishda yordam qilayotgandek bir ishlar bor. Hatto men tilga olgan bu uchul emas, ushbachalikdagi barliq donishmandlar Şüyjingning shogirdi deydigan qarashlarmi bor, balki ko'rgan bo'g'aytinglar to'g'rida. Shuning uchun ba'zilar butkul ushbachalik Şüyjing taqsirining Sima Huining o'rinlashtirishi deydi. Endi bu yerda Şüyjing taqsir butkul ushbachalikdagi eng sirli, eng donishmand, eng oz chiqqan bilan ta'siri eng cho'ng, eng muhim odamlarning birisi. Xuddi G'arb sayohat nomli asardagi kimga o'xshaydi-ku bu?